Turklarning mashhur Muhtasham 100 yil serialida bosh qahramon Xurram Sultonni jonlantirgan go'zal aktrisa Maryam Uzerli iste'dodli bo'lish bilan birga ochiqko'ngil, samimiy inson ham. U ish haqida uzoq gapirishi mumkin, biroq shaxsiy hayotini parda ortida tutishni ma'qul ko'radi. Bu serialda suratga tushayotganimda Xurramga nisbatan turli munosabatlarga duch kelishimga to'g'ri keldi. Ba'zilar undan nafratlanishardi, boshqalar esa aksincha yaxshi ko'rishardi. Biroq men hammaga odamni ayblashdan oldin uning qaysi davrda yashaganini ham inobatga olish kerak deb maslahat beraman. Ayrimlarning fikricha, haramda yashash uchun shunchaki juda go'zal bo'lish kerak. Bunday ayolning topqir, aqlli va ziyrak bo'lishi shart emas ekan. Rostini aytaman, Muhtasham 100 yildagi rolimga qadar men ham shunday deb o'ylardim. Biroq Xurram voqeasida vaziyat aslida unday emasligini va faqat juda kuchli ayol o'shanda o'z hukmdorining e'tiborini torta olishi mumkin bo'lganini ko'ramiz. Ba'zan qahramonim menga salga lovullab ketadigan ayoldek ko'rinadi. Uning makrlari meni ko'pincha cho'chitadi. Men hatto o'zim uchun undan himoyalanishning ruhiy tizimini ham yaratib oldim. Bunday paytlarda o'zimga o'zim Xurram juda qo'rqinchli ishlarni qilishga ham qodir, lekin Maryam hech qachon bunday qila olmasdi, chunki men bunday ishlarni qabul qila olmayman deyman. Shu tariqa qahramonimdan himoyalanib, uning xarakterini biroz soxtaliksiz o'ynay olmayman. Shuning uchun Xurram qo'rqadigan narsalarning ortida aslida nima borligini anglashim juda muhim. Axir aynan qo'rquv odamni yovuz, tajovuzkor va shubhalanuvchi qilib qo'yadi. Ishonchim komil, Sulaymon va Xurram o'rtasida haqiqiy muhabbat bo'lgan. Sulaymon aqlli odam bo'lgan. U hech qachon o'zini shunchaki sevadigandek ko'rsatadigan ayolga ishonmasdi. Qolaversa, u bilan hamsuhbat bo'lish qiziq tuyulgan, chunki Xurram xuddi ekzotik taomdek, goh achchiq, goh shirin, goh sho'r edi. Bunday turfalik unga juda yoqqan. Sultonning yonida bo'lish huquqini shuncha makr, qat'iyat bilan himoya qilayotganini kuzatish ham qiziq ko'ringan bo'lsa kerak. Ba'zi qismlarda u juda vazmin, keyingilarida esa beshafqatligi bilan hayratda qoldiradi. U ba'zi paytda tajovuzkor bo'ladi, boshqa paytda esa butkul himoyasizdek ko'rinadi. Menga undagi bu o'zgarishlar juda yoqadi, chunki bular ham menga doim o'zgarish va tajriba qilishga yordam beradi. Ko'pchilikka Ibrohim va Xurram o'rtasidagi ziddiyatning sababi tushunarsiz. Ko'pchilik sultonning bunday yaqin odamlari bir-biri bilan raqobatlashmasdan unga tirgak bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Biroq real hayotni eslaylik. Unda qanday bo'ladi? Ayol erkakni sevib qolganda uning hayotida birinchi o'rinni egallashga urina boshlaydi. Agar bu o'ringa do'sti ham da'vogar bo'lsa, ayolning g'ururi ozor cheksa kerak. Xurram ham shunday. U Sulaymonning e'tibori uchun kurashda aqldan ozgudek bo'ladi. U o'zining 2 yosh raqibasidan ham Ibrohimdan qo'rqqanchalik qo'rqmaydi. Qolaversa, vaziyat shunday bo'lib qolsa, Ibrohim hokimiyat tepasiga kelishi mumkin edi. Bu esa Xurram va uning bolalari uchun o'limni bildirardi. Xurramning fe'lidagi eng asosiy fazilat deb men shaydolik deb o'ylayman. Bu unga beshafqat dunyoda yashab qolish uchun kuch beradi. Biroq ruhiy nuqtai nazardan shaydolik Xurramning eng katta muammosi. Uning miyasida qandaydir reja pishishi bilan darrov o'shanga yopishib oladi. Qarorini o'zgartira olmaydi. Buni nima uchun qilayotganini hatto o'ziga ham tushuntirib bera olmaydi. Qahramonimning tuyg'ularini va xarakterini ham doim oson o'ynayman. Birgina o'rganishim qiyin bo'layotgan narsa uning liboslari. Kiyimlari juda og'ir, shuning uchun ularda harakatlanish juda qiyin. Tez charchab qolasiz. Lekin baribir bu filmda ishlashdan juda zavqlanaman, deb aytgan edi aktrisa Maryam Uzerli. Afsuski, aktrisa Xurram rolini serial oxirigacha o'ynamadi, lekin bu rol uning chinakamiga mashhur va sevimli rollaridan bo'ldi.